Joydan beri kelamiz. Betga kelgunimizgacha deyarli uncha o'zgarmagandi-da bola. Shu bemorimiz bizga 3 oydan beri keladi. DTSP kasalligi bilan birinchi darajasi yura olmasdi. Mana hozir bir ikkita qadami bor. Ancha yaxshi. Birinchi kelganda juda oyog'ini uchida yurishardi, tortishi juda kuchli edi. Tonus o'ta baland edi. Orada bir oyog'ida og'riqlar bo'ldi masaj davomida. Mustafa yurishlarda jicha perikul bo'ldi. Chunki tonus o'ta darajada yuqori edi. DTSPda birinchi darajasida shunday tonus tortishuvlari yuqori bo'lganligi uchun shu masajda mushaklar, paylar tortilgani hisobiga yurish jicha og'riqli bo'lgandi. Mana hozir tonuslarimiz ham yo'q, xudo xohlasa. Og'riqlar ham yo'q, Mustafa. Og'riyaptimi oyog'ingiz? Yo'q-a, og'riqlari. Qanchadan beri kelasizlar, opa? 3 oydan beri kelamiz. Betga kelgunimizgacha deyarli uncha o'zgarmagandi-da bola. Hozir bolada o'zgarish qanaqa? Juda o'zgargan, o'tirishi ravonlashgan, tonuslari yo'qoldi. Oyog'i tegi bilan tekis bosishni boshladi. Yuriyaptimi? Hozir ancha ham yuryapti. 1-2 qadam ham emas, ancha. Qani tikka turingchi. Devorga tikka qilsa qo'rqardi. Hozir qo'rqishlari yo'q. Yarim soat indamay turishibdi. Qani qo'lingizni tushiring. Yaxshi. Qo'rquvlari yo'qolgan. Yurmayna, faqat muvozanatni saqlab turamiz, Mustafa. Hozir yurgani ham qo'rqishmayapti endi, ancha yaxshi. Yaxshi. Birinchi kelganlaringda shu hech bo'lmasa bir qadam yo 2 qadam bosish bormidi yo yo'qmidi? Yo'q edi, narsalar yo'q edi. Hozir ya'ni 2 qadam emas, 5-6 qadam, ha? Ancha ham. Vaqti kelsa ko'proq ham yuryapti. Ha. Mustafa, ha? Mustafa? Qani? Yaxshi, yaxshi. Birinchi, ikkinchi kelganda bu Mustafa abi hattoki bego'y daroshkadan yura olmasdi-da. O'zi bosmasida hamki, o'zi mustaqil ushab yura olmasdi. Hozir mana bego'y daroshkada bemalol o'zi ushab, o'zi yuradigan bo'lib qolgan. Tezlatsak ham, sekinlatsak ham, ya'ni yurishga moyilli yaxshi. O'zgarish, rezultat bor-a? To'g'rimi opa? Juda o'zgarish katta, oyog'ini umuman bosmasdi deb bego'y daroshkadan qo'rqdim. Bego'y daroshkada umuman deya aytaman, umuman yurmasdi. Oyog'ini boshida kelganda ochilmasdi oyog'ini orasi. Mana hozir oyoqlari ochilib ancha o'zgarishlar bo'lgan. 3 oydan beri kelgan bo'lsa, 3 oydan beri o'zingiz qoniqdingizmi? Rezultat bo'ldimi? Juda o'zgarish katta. Biz xursand bo'lganimizdan, shifo bo'lganidan, sababchi bo'lganimizdan xursand bo'lib, davomli kelyapmiz, davomasini. Yaxshi. Xudo xohlasa bundan ham ziyoda bo'ladi hali. O'zi mustaqil yuradi, qo'lidan ushamaysiz. Faqat uning uchun biz batta harakat qilsak, siz uyda, ya'ni shug'ullanish kerak. Faqat shug'ullanish to'xtatmaslik kerak. Shug'ullanish to'xtatmasdan uyda ham, nimada ham batga olib kelganingizda ham bir shug'ullanib, mana hozir biz oyog'ini bo'sh qilib beramiz, mana bo'sh mana. Kelasizlar, birinchi oyog'i mana. Mana oyoq bilan bu oyoqning farqi bo'ladi-da. Ya'ni bu oyoqni masajini tugatganimizda bu oyoqni ushlaganimizda tortish bo'ladi. Hali bu oyoqqa tegilmaganda, bo'shamagan hali. Biz masaj qilamiz buni. Ya'ni tonuslarni, mushaklarni chiniqtirib, bo'shatib, shundan nima bo'lgandan keyin bo'sh bo'lib qoladi mana. Oyoq bo'sh bo'lib qoladi mana. O'zidan o'zi bo'sh bo'lib qoladi. Mashq holatda sizdan keyingi bemor kutib turgan bo'ladi. Biz u bemorga o'tib ketamiz. Ya'ni sizni yarim soat, 40 minut, 1 soat shug'ullanganimizdan keyin keyingi bemorga o'tib ketadi. Rosa shug'ullanadigan paytda, siz uyga borgandan keyin shu holatda yaxshi shug'ullansangiz, Xudo xohlasa, yurishi yana ham tezlashadi. Mana 3 oyda rezultatni o'zingiz ko'ryapsiz. Xudo xohlasa, Xudoning shifosini bersa, bundan ham ziyoda bo'lib, yana 3 oyda mustaqil yuradi. Ha, Mustafa?